Voy bu o'zbek bolachani o'tirishiga ko'rib o'lib qolay dedim. Metro to'la odam, hech kimga ko'zim tushmasin deb yerga qarab mazza qilib o'tirib ketib boryapti. Ko'zim tushsa vijdonim qiynalib turishim kerak deb o'ylayotgan bo'lsa kerak deb rosa kulib ketdim to'g'risi. Qushchalar ham biladi, даже yaxshi odamdi-chi. Siz esa hali ham like podpiska bosganingiz yo'q. Birinchi bularning yoniga quruq kepman, o'l past deb aytish shekilli uyalganimdan bordimda magazinga kirib semichka berdim. Bilsam, bularga semichka berish, ovqat berish ham shtraf ekan 5000 rubl. Hozir ekan-ku ham tekinga qornim to'qlab, ham shtraf to'lash. Mana esa 32 ta tishimda chizka qildirib chiqdim. Buni qaranglar, qanaqa chiroyli qo'l mehnatini. Etikchani ichidagi gulchalarni ko'rib вообще shok bo'ldim. Buni qaranglar, ideyani, imeyte в виду. Juda kreativni chiqqan, chiroyli bo'lib. Uyga kela solib nima ovqat qilsam ekan deb o'ylanib, sразу же sauzichalarda to'g'rab makaron polovchani solib qo'ydim. O'zim esa ujin qilganim yo'q. Ertaga ertalabdan urib olaman deb o'zimni o'zim aldab, erimga choylarini suzib berdim. Siz esa yoqqan bo'lsa like, podpiska bosib qo'yinglar, xursand bo'laman. Hali zo'r video hammasi oldinda.